Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qaynamizda diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xitoy qurultayida singib kirishga qarshi turish alohida ta'kidlandi. Fransiya Xalqaro radiosining 25-maydagi xabarida bildirilishicha, Xitoy mamlakatlik qurultayida dushman kuchlarning singib kirishiga zarb berish alohida ta'kidlangan. Xitoy Oliy sud mahkamasining boshlig'i Zhou Chang Xitoy mamlakatlik qurultayida dokument berib, o'zining davlat bexatarligi, singib kirish, og'dirmachilik, buzg'unchilik qilmishlarini qattiq jazolaydiganligini, ularga qarata yuqori besimni saqlaydiganligini alohida ta'kidlagan. Xabarda ko'rsatilishicha, Zhou Chang dokumentni Oliy xalq sud mahkamasining 2019-yildagi asosli xizmatini xulosalab, o'tgan 1 yil ichida Xitoy Oliy sud mahkamasining 34 ming deloni bartaraf qilganligini, har darajalik yerlik sudlarning 29,222 ming deloni bartaraf qilganligini, bultur chiriklikka qarata qattiq jazo yurgizib, chiriklik, poraxo'rlik va huquqidan qalaymaqon foydalanish delosidan 25 mingni bartaraf qilganligini, buning 29 ming kishiga chetishliq ekanligini, buning ichida 27 kishi markaziy tashkilot tarmog'ining bevosita boshqarishidagi kadrlar ekanligini, chet eldan Xitoyga qaytarilib bartaraf qilingan deloning 321 ekanligini bildirgan. Dokument yana atalmish dushman kuchlarning singib kirishi, buzg'unchilik qilishi, og'dirmachiligi va bo'lgunchilik faoliyatlariga zarb berishni, rezillikni yo'qotish va zo'ravonlarga chetishliq jinoiy ishlar delolarini qattiq bartaraf qilishni alohida ta'kidlagan. Xitoyning Tayvan siyosatida tinchlik so'zini tilga olmaganligi diqqat qo'zg'adi. Valkochisi gazetining 25-maydagi xabarda bildirilishicha, Xitoyning bu yillik siyosiy planida davlat xalqiga munosabatning tinch taraqqiy qilish yoki tinch birlikka keltirishni ilgari surish chaqiriqidan voz kechganligi diqqat qo'zg'agan. Xitoy bu yillik siyosiy planida davlat xalqiga munosabatning tinch taraqqiy qilishi yoki tinch birlikka kelishini ilgari surish chaqiriqidan voz kechib, o'tgan 30 yildan beri davomlashtirib kelgan pozitsiyasini o'zgartganligi Tayvanga qarata texmo qattiq pozitsiya qo'llanganligini ko'rsatib bergan. Xitoy bosh ministri Li Keqiang juma kuni qonun chiqarish organiga yillik xizmat dokumentini sungan. Dokumentda Xitoyning har qanday Tayvan mustaqilligi bo'lgunchilik harakatiga qat'iy qarshi turadiganligini va cheklaydiganligini, Tayvanning Xitoy zaminining bir qismi ekanligini qayta ta'kidlagan hamda tinch birlikka keltirish jumlasini ishlatmagan. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen oldingi hafta 2-chi qatim vazifa o'tash muddatini boshlagan bo'lib, u vazifaga o'ltirish marosimida Xitoyning Tayvan tashabbus qilgan egilik huquqi va demokratiyaga hurmat qiladigan tariqada suhbat boshlashi kerakligini qayta ta'kidlagan. Ammo Xitoy uning talabini izchil rad qilib kelgan. Hong Kong xalqining to'r erkinligiga bo'lgan andishasi kuchaymoqda. Reuters agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Hong Kongga qarata davlat xavfsizlik qonuni chiqarishni planlayotganligi Hong Kong xalqining andisini kuchaytirayotgan bo'lib, yaqinqi bir necha kun ichida Hong Kongning VPN detaliga bo'lgan ehtiyoji 5 hassa oshgan. VPN bo'lsa to'r cheklamasdan otlab o'talaydigan bir xil yumshoq detal bo'lib, nurg'unlagan shirkatlar bu mulozimat bilan ta'minlaydi. Hong Kongliklar Xitoy doiralarining Hong Kongni texmo qattiq kontrol qilish uchun oldi bilan fuqarolarning to'r erkinligini cheklashidan, bu orqali ularning ovozini sirtqi dunyodan butunlay uzib tashlashidan andisha qilishga boshlagan. Bu sababli eng yomon ehtimollikqa oldin tayyorlik ko'rgan. Google'ga o'xshash izlash motorlaridan erishgan uchurlarga asoslanganda, Hong Kongliklarning VPN haqidagi mazmunlarga bo'lgan qiziqishi yaqinqi bir necha kun ichida yuqori pallaga chiqqan. Xitoy doiralari o'z jinoyatlarini yoshirish, xalqning ovozini bostirish uchun necha 10 yildan beri qattiq to'r cheklamasini ijro qilib, xalqni sirtqi dunyodan butunlay ayirib o'tgan. Hatto VPN ishlatishni qonunsiz qilmish qatoriga chiqargan. Hong Kong nusxasidagi davlat bexatarlik qonuni yo'lga qo'yish plani xalqaro jamiyatning kuchli tanqidiga uchragan ekan, Xitoy va Hong Kong amaldorlari bu qonun loyihasini oqlashga uringan bo'lib, buning faqat davlat bexatarligiga ziyon yetkazgan va qalaymaqonchilik tug'dirgan oz bir qism kishilarga qaratilganligini da'vo qilgan. Nuri Turkal Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetida vazifaga tayinlandi. Amerikadagi eng ta'siriga ega 3-numurliq shaxs Amerika Avom palata raisi Nancy Pelosi xonim o'tgan juma kuni
Amerika parlamentidagi rasmiy jarayonlardan keyin Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchi, Uyg'ur kishilik huquq projekti birlashma qurg'uvchisi va mudiriyat raisi, shundaqla Amerikadagi tunji Uyg'ur advokat Nuri Turkal apandini Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari qilib tayinladi. Nuri Turkal apandimdan egallashimizcha, navbatda u barliq qonuniy rasmiyatlardan keyin xizmatini boshlagan bo'lib, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti bugungi kundalik axborot e'lon qilish yig'inida uning vazifaga tayinlanganligini e'lon qildi. Nuri Turkalning Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasi yaqinda Kengash palatasida ma'qullanib, Avam palatasining ma'qullashiga sunilishiga bir qancha kun qolganda bu vazifaga tayinlanishi, shundaqla S3744-nomerlik bu qonun loyihasining ati chorshanba kuni Avam palatasida ovozga qo'yilishidan bir kun burun Amerika parlamentining tunji qatim bir Uyg'ur amerikalikni ommaviy diplomatiyani yo'l qo'yishdagi muhim siyosiy o'ringa tayinlaganligini e'lon qilishi Xitoyga berilgan buyuk signal ekanligi bildirilmoqda. Nancy Pelosi xonim Nuri Turkalning o'qish tarixi, tajribasi va ommaviy diplomatiyadagi qobiliyatiga ishonganligini ifodalab, uning bu vazifani muvaffaqiyatli elib keta oladiganligiga ishonchining komil ekanligini bildirgan. Nuri Turkal Xitoyning atalmish madaniyat inqilobining yuqori pallasida qayta tarbiyalash lagerida tug'ilgan va hayotining dastlabki bir necha oylarini onasi bilan asrda o'tkazgan. U 1995-yili Amerikaga o'quvchi bo'lib kelgan va 97-yili siyosiy panohlik tilagan. U Amerikada o'qigan tunji Uyg'ur advokat. U Washingtondagi Amerika universitetida o'qigan bo'lib, xalqaro munosabatlar bo'yicha magistrlik unvoni va qonunshunoslik unvoniga ega bo'lib, Kolumbiya rayonining advokati. U nazorat qilib boshqarish, federatsiya tekshirish va ijro qilish, poraxo'rlikqa qarshi turish, Osiyo va ko'chmanlar ishlari bilan shug'ullandi. U kasbiy hayotidan boshqa vaqti va kuchini Sharq Turkiston da'vosi uchun sarf qilmoqda. Nuri Turkal 2004-yildan 2006-yilgacha Uyg'ur Amerika jamiyatining raisi bo'lgan. 2003-yili birlashib qurgan Uyg'ur kishilik huquq projektining tunji ijroiya mudirlik vazifasini o'tagan. 2018-yili 3-oydan boshlab Uyg'ur kishilik huquq projekti turining mudiriyat raisi bo'lgan. 2005-yildan 2009-yilgacha Nuri Turkal Amerikada qonun bilan boshqarishni asliga keltirish tirishchanligida muhim rol o'ynagan. Kubaning Guantanamo qo'ltiqidagi harbiy turmaga xato qo'lga elinib qamalgan barliq Uyg'ur tutqunlarining qo'yib berilishi va o'rinlashtirilishiga turtkilik rol o'ynagan. Nuri Turkal yana Dunyo Uyg'ur qurultiyining hozirgi raisi Dulqin Aysoning Amerikaga bo'lgan sayohat imtiyozini asliga keltirish va uning nomini Interpolning qizil uqtirish tizimligidan o'chirib etishda muhim rol o'ynagan va qonun yordam bergan. Xitoy Hong Kongda bexatarlik organlarini ta'sis qilishga yo'l ochmoqda. Valkochisi to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy o'tirg'i qo'ygan Hong Kong nusxasidagi davlat xavfsizlik qonuniga aloqador yangi tafsilotlarda Hong Kongda Xitoy bexatarlik organlarini ta'sis qilishga rasmiy yo'l qo'yilganligi Hong Kong xalqining andisini kuchaytirib etgan. Xitoyning yuqori darajali amaldori bayonot e'lon qilib, Hong Kongda Xitoy bexatarlik organlarini ta'sis qilishga rasmiy yo'l qo'yishni planlaganligini, namoyish sababidan parchalanib ketgan bu shaharga qarata kontrollikni kuchaytirish uchun tirishayotganligini bildirgan. Xitoy amaldorining bayonoti Hong Kong xalqida Hong Kongning oliy avtonomiyalik o'rnining ojizlashib ketishiga bo'lgan andisini kuchaytgan. Oldingi hafta Xitoy amaldorlari bu planni tunji qatim o'tirg'a qo'yib, bu tadbirlarning davlatni parchalash, og'dirish, terrorlik harakatlari va tashqi kuchlarning aralashishini jazolash uchun zarur ekanligini ta'kidlagan. Xitoy Markaziy televiziya stansiyasining xabarida bildirilishicha, Xitoy mamlakatli xalq qurultiyining yuqori darajali amaldori Wang Chun o'tgan yildan buyon Hong Kongdagi ma'lumotchilikning Xitoyning egilik huquqiga og'ir ziyon solganligini va cho'qim davlat qatlamida bartaraf qilinishi kerakligini o'tirg'a qo'ygan. Amerika Avam palatasi ati Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasini ovozga qo'ydi. Amerika Avam palatasining Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasini bu hafta ichida ovozga qo'ydiganligi ilgari surildi. Agar bu qonun loyihasi ma'qullansa, u prezidentning imzo qo'yishiga sunilib, Sharq Turkistonda kishilik huquqni dafsanda qilayotgan Xitoy amaldorlariga embargo qo'yishning yo'li ochiladi. Taratqularning oshkorlashicha, o'tgan hafta Davlat Majlisining 3 xodimi qonun loyihasining bu hafta ichida ovozga qo'yilganligini bildirgan. Amerika Avam palatasining haftalik xizmat jadvalida ko'rsatilishicha, bu qonun loyihasi musha hafta ichida ovozga qo'yilgan kun tartibidagi tunji qonun moddasi ekan. S3744-nomerlik bu qonun loyihasi yaqinda Kengash palatasida ma'qullanib, Avam palatasining ma'qullashiga sunilgan.
Amerika Uyg'ur birlashmasidagi xodimlar qonun loyihasining chorshanba kuni ovozga qo'yilishi mumkinligini bildirmoqda. Qonun loyihasi o'tgan yili Avam palatasida ma'qullanganda uningga tuzish kirgizilganligi uchun Kengash palatasiga qayta yo'llangan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu qatim Avam palatasi uningga hech qanday tuzish kirgizmaydi ekan. Kuzatuvchilar qonun loyihasining Avam palatasida mutlaq ko'p ovoz bilan ma'qullanishini faraz qilishmoqda. Mazkur qonun loyihasi o'tgan qatim Avam palatasida ovozga qo'yilganda 407 ovozning qo'llashi bir ovozning qarshi turishi bilan ma'qullangan edi. Ma'lum bo'lishicha, agar bu qonun loyihasi prezident imzo qo'yib qonunga aylansa, Amerika hukumatining 180 kun ichida Sharqi Turkistondagi kishilik huquqni dafsanda qilayotgan Xitoy amaldorlarini aniqlab, davlat majlisiga doklad qilishi va prezidentning bu kishilarni jazolashi talab qilindi ekan. Amerikaning qora tizimligiga elingan Xitoy shirkatlari norozilik bildirdi. Amerika Savdo ministrligi o'tgan juma kuni Xitoyning 33 shirkatini davlat bexatarligi va Sharqi Turkistonda kishilik huquqi xiloflik qilishi sababli qora tizimlikka olganligini e'lon qilgan edi. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazetining 25-may xabar qilishicha, qora tizimlikdagi shirkatlar Amerika Savdo ministrligining qaroriga norozilik bildirgan. Shundaqla Xitoyning Yer shari vaqti gazeti Xitoyning Amerikaga qarshi o'ch elish tadbiri qo'llanishi mumkinligini bildirgan. Amerika Savdo ministrligi 22-may kuni qora tizimlikka olgan 33 shirkatning 9i Sharqi Turkistonda kishilik huquqni dafsanda qilishga chetishlik deb ayblangan. Tizimlikdagi bu shirkatlar Xitoy JX ministrligining Qonun doktorlik tadqiqot instituti, Aqsu Huafu to'qimachilik shirkati, Cloud Volik texnologiya shirkati, Fiberhome texnologiya guruhi, Nanjing Fiberhome aloqa taraqqiyot shirkati va Netbosa qatorliq 8 shirkat bir davlat apparatini o'z ichiga olgan edi. Janubiy Xitoy Sahar pochtasining bildirishicha, tizimlikdagi ba'zi shirkatlar bayonot e'lon qilib, Amerika Savdo ministrligining qarorini tanqidlagan. Xitoyning Cloud Volik texnologiya shirkati 24-may e'lon qilgan bayonotida Amerika davlat qurolini ishlatib bozor qoidasini qalaymaqonlashtirdi. Bu Amerika shirkatlari va yer shari taraqqiyotiga ziyonli bo'lgan yuqori sifatlik boylik taqsimotiga foydasiz degan. Lekin bu shirkat hukumatga hamkorlashib kishilik huquqni dafsanda qilishning xalqaro bozor qoidasiga xilof ekanligi haqida hech nima demagan. Amerika Savdo ministrligining 22-may e'lon qilgan bayonotida yuqorqi 9 shirkat va organning Sharqi Turkistondagi yerlik millatlarga qarshi elib berilgan bostirish, zo'r ko'lamlik tutqun, majburiy emgak, yuqori texnikalik ta'qiblashlarda sodir bo'lgan kishilik huquq dafsandichiliklariga sherik bo'lganligi ta'kidlangan edi. Sharqi Turkistonda Ro'za hayit qattiq kontrollik ichida o'tgan. Ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sillarda ma'lum bo'lishicha, Sharqi Turkiston xalqi Ro'za hayitni qattiq kontrollik ichida o'tkazgan. Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan bostirish, qirg'in qilish siyosati xalqaro jamiyatda kun tartibga kelgan bir mezgilga to'g'ri kelgan bu yillik Ro'za hayitda Xitoy doiralari xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun Sharqi Turkistonning ba'zi joylarida qattiq kontrollik ostida Ro'za hayitni tabriklash faoliyatlarini uyushtirgan. Ijtimoiy taratqulardagi bir qism sillardan oshkorlanishicha, Xitoy doiralari xalqaro jamiyatga ko'rsatish va ko'zini bo'yash maqsadida hayit kuni Urumchi No'g'ay masjidida oz sondagi musulmonlarga hayit namozi o'rinlashtirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari hayit namoziga qatnashgan musulmonlarning soni va ko'lamini planliq tashkillik o'rinlashtirgan. Ramazonda ro'za tutishni cheklab, ro'za tutganlarni fosh qilish harakati qo'zg'agan Xitoyning Ro'za hayit kuni rayondagi ba'zi masjidlarda hayit namozi o'qitishga yo'l qo'yishi, sayohatchilar ko'p keladigan bir qism o'rinlarda samo usuli o'rinlashtirishi Xitoyning nomussizligi va soxtipazligini yana bir qatim namoyon qilgan. Atalmish Xinjiang gazetining bugungi xabarida Sharqi Turkistonning har qaysi rayonlaridagi do'konlarda yemak-ichmaklarning mo'l ekanligi, xalqning bayramlik keraklik narsalarni setib olib uylariga ketishayotganligi, kanit kadrlarining uyma-uy kirib xalqning bayramini tabriklaganligi bildirilgan. Amaliyotda Xitoy qo'rchoq amaldorlari hayit mazgilida xalqni o'z oilasidami aromida qo'ymay, Beijingda echilayotgan ikki yig'inning tashviqotini tarqatgan. Angliyaning 3 yil ichida Huawei'ni butunlay cheklashi mumkinligi mo'ljallanmoqda. Amerika ovozi to'rining bugungi xabarda bildirilishicha, Angliya hukumati Huawei shirkatining 5G texnikasini ishlatishga ruxsat qilish haqidagi qaroriga qaytadan qarab chiqayotgan bo'lib, 2023-yilgacha Angliyaning 5G to'ri sistemasidan Huawei shirkatining uskunlarini butunlay chiqarib tashlashi mumkin ekan.
Angliya hukumati bu yilning 5'ida Amerikaning ogohlantirishlariga qaramay Huawei şirketining 5G to'g'ri texnikasini cheklik holda ishlatishga ruxsat qilgan. Shundaqdimi Huawei shirkatini yanada yuqori xavfli shirkat tizimligiga kirgizib, pay cheki o'lishiga chek qo'ygan. Amerika Savdo ministrligi 15-may Huawei shirkatiga qarata cheklamani qaytadan kuchaytirgan bo'lib, Huawei'ni yerim o'tkazgich o'zak bilan ta'minlovchi shirkatlarning oldi bilan Amerika Savdo ministrligining tasdiqini olishini talab qilgan. Bu orqali Huawei shirkatining o'zak ta'minotini yana bir qadam ilgirlagan holda uzib tashlagan. Amerikaning bu cheklama qarori Angliyaning Huawei texnikasini ishlatishga ruxsat qilish haqidagi qaroriga qayta qarab chiqishga majbur qilgan. Angliya parlamentidagi konservativlar hukumatdan Huawei'ning mahsulotlarini butunlay tozalashni talab qilayotgan bo'lib, Xitoy virusining keng ko'lamda tarqalishi Angliyaning siyosiy sohasidagi Xitoyga qarshi kayfiyatni texmi kuchaytirayotgan. Analizchilar Angliya bosh vaziri Johnsonning 2023-yildan burun Huawei texnikasi va uskunalarini butunlay tozalab chiqishi mumkinligini, bu orqali Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekingandan keyingi Amerika bilan bo'lgan savdo hamkorligini ilgari sura oladiganligini bildirishgan. Turkiyadagi Xitoy virusining eng yangi ahvoli. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministeri Fahrettin Koca 25-may bir kun ichida Xitoy virusi bilan 29 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 21492 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 987 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 150814 ga yetganligini, bir kun ichida 29 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4369 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida oxirgi 24 soatda 1321 kishining salomatligining asliga kelganligini, 756 bemorning kasalining og'ir ekanligini, Xitoy virusi Turkiyada boshlangandan beri salomatligi asliga kelgan kishilarning 120 mingdan oshganligini, kasali og'ir bemorlarning soni davomli tushayotganligini, yangi bosqichda birdek kuchli tadbirlarni yo'lga qo'yish kerakligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.